oylikdan oylikkacha yashashni bas qiling. Avvallari men ham xalqaro IT kompaniyada ishlaganimda oyligim olishim bilan uni 2-3 kunda srazu yo'q qilardim. Restoranlar, shoppinglar, o'zimni wish listimdagi narsalarni, shu Apple texnikalarni sovg'a qilardim, lekin bu bilan men o'zimga jamg'arma kapital yig'a olmaganman. 27 yoshgacha daromad jamg'arma yig'ish bo'yicha olgan 3 ta tavsiyamni sizlarga bo'lishaman. Birinchisi bu, ya'ni oylik loyihalar. Misol uchun siz oylik o'sha olasiz va unga tegmaslik. Shaxsan meni o'zimda ham proyektlar bor, 1,5-2 oy davom etadi va bittada kamida ulushim $15,000 atrofida chiqadi. Men unga kattaroq narsa olishim mumkin. Ikkinchisi bu kunlik tushum. Men sizga обязательно tavsiya qilaman. Instagram blog yuritishingizni, o'zingizni bilimlaringizni bo'lishgan holatda konsultatsiyalar, infoproduktlar qilib, kunlik rasxodlaringizga ketadigan pullarni yopishingiz mumkin. Va shunda siz oyligingizga tegmaysiz. Uchinchi holat bu, ya'ni jamg'arma kapital. O'zingizni pullaringizni diversifikatsiya qilib turib, dollarda, tilla, coinlarda, ya'ni saqlashingizni tavsiya qilgan bo'laman. Agarda sizga marketing agentligi qurishdagi yo'lim qiziq bo'lsa, blogimga obuna bo'ling.